Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugungi obzorimizda trenddagi mashina X7 M60 oq va qora versiyasida zo'r opsiyalardagi mashinalarimiz obzorimizni boshlaymiz. Oq X7'mizni 2023-yil 30 ming masofa bosib o'tgan 22-yumshoq diskalarda turibdi. Vidvijnoy paroglari ham bor. Oq mashina Shadow Line'da. Bitta qorasini ko'ramiz endi. Qora X7'mizni ham yili 2023, lekin BMWni tushunadiganlar biladi. Xrustalniy fari 2024-yil modifikatsiyadan chiqqan. Bunda 23-diskka orqa ballonlarimiz ham podrulyoy chiqiladi. Bitta salonni ham ko'rib, test drive ham boshlaymiz. Salonimizga xush kelibsizlar hurmatli obunachilarimiz. Bu tomlarda karbonoviy elementlar ishlatilgan, karbonoviy отделка, torpedkamizda hamma yog'ida karbon. Karbon baribirga eng bagati ko'rinadigan отделка bu karbon. Bu bilan mos tushgan ham M sideniyalarimiz, ковшеобразный, sportivniy sideniya. Oq mashinamizda bizada individual korичневый rang merino ko'jadan qilingan sideniyalarimiz turibdi. Unda ham massaj sideniyalari bor. Bu mashinamizda Alcantara потолок, Sky Lounge, в принципе bu navrotlarimiz oq mashinamizda ham bor. Buni endi bitta haydab ko'ramiz bu mashinamizni. Nima deymiz? X7 shaharda yurishga har kun bo'ylab eng zo'r variant menimcha X7. X7dan zo'r variant menimcha yo'q. Chunki motor tortishi ham zo'r, yumshoqligi ham bor. To'g'ri, GLS ham yaxshi, lekin GLS bunaqa zo'r yumshoq emas yurib berishida. Yo'l ushlash yaxshiroq BMWga qaraganda sal. Bizga endi o'zbegim demayman, yo'llarimizda yo'lga katta e'tibor beramiz, yumshoq bo'lsa bo'ldi deymiz. Mana shu mashina kakrastiki yumshoq. Tortishi 4-7 sekund yuziga yig'adi, 4-7 sekundda. Juda yaxshi tortisi, 530 ot kuchi, 4 motor. В принципе, BMWda M mashinalarda ham xuddi shunaqa 4 motor turadi. Bu просто sal приглушенный bo'ladi. O'shaning uchun tortishi juda zo'r. Muzikal sistemamizda bu yerda Bowers and Wilkins. Bowers and Wilkins mashhurligi bu eng qimmat sistemasini подчеркивать qilish uchun bular metallический qilib, ichini podsvetkalari bilan qilib qo'ygan. Mercedesda bunaqa narsa Burmesterda turadi. Burmesterda oddiy Burmester bo'lishi kerak emas, 4D Burmesterga bo'lsa agar mana shu bilan tenglashsa bo'ladi. Mana kakras hozir biz temir yo'lga yaqinlashib qoldik. Mana shu yerda sirov seziladi yurishi. Juda zo'r yurib beradi. Mayda chuqurlarni BMW zo'r o'tadi. Lekin katta chuqurlarga kelsa, taqillab ketib qoladi. Uni haydaganlar biladi. Mercedes esa kichkina chuqurlarni ham sezib turadi, lekin BMWga nisbatan katta chuqurlarni yaxshiroq o'tadi. Bitta nimaga M60 ligini ham ko'ramiz buni. Prosta 60 emas, M60. Ovoz bosganingizda ham yumshoq. Tortishlariga вообще отдельный разговор. Manevringiz ham bor, sakrab o'tib ketaverasiz hamma yoqdan, sig'ishib ketaverasiz. Orqa ballonlar ham podrul o'tib beradi-yu bunda. Motoriga keladigan bo'lsa, yana bu 4 motor, 530 ot kuchli motor Range Roverda ham turibdi. 2022-yilda bular kontrakt qilib Range Roverga BMWni dvigatelini qo'yishga kelishgan, P530 deb nomlab. O'sha paytdan beri Range Rover narxlari ham ko'tarilgan va sotuvlari oldinga nisbatan ancha yuqoriga chiqib ketgan. Nimaga biz trenddagi BMW deymiz? BMW ham shu motorlarni chiqarib, ходовойlarni yumshoq qilib, bundan yumshoq mashina faqatgina Rolls-Royce. Mana shu X7dan yumshoq mashina faqat Rolls-Royce. Buni trendga chiqqan sabablari ham shu. Yumshoqlikni qildi, berdi mana shu 2019-yildan yangicha G seriya X5, X7larni chiqargandan beri statistikasi Mercedes sotuvsiga yetib oldi bularni sotuvi. O'shaning uchun BMW hozir juda trendda. Narxiga keladigan bo'lsak, bu qora mashinamizning narxi 164 ming, oq mashinamizning narxi probegi sal ko'proqligini hisobiga buni narxi 149 ming, ancha arzon bunga nisbatan. Murojaat uchun telefon qilinglar, e'tibor uchun rahmat. Va keyingi obzorimiz haqida qisqacha aytib o'tamiz. Porsche Panamera'ni sizlarga obzor qilib bermoqchimiz. 2023-yil juda noodatiy rangdagi keyingi obzorimizda kutib qolinglar.